Qarsillama lavlagili marinovka. Eng foydali salatlardan biri. Organizmni shlaklardan tozalash hisobiga terini tiniqlashtiradi, ishtahani ochadi va qon bosimini tushirishga yordam beradi. Bor-yo'g'i 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Pishirish shart emas, lavlagini yupqa parak qilib kesib chiqamiz. Tuz, shakar va uzum sirkasi bilan aralashtirib yumshatib olamiz. Maza berish uchun ko'katlar va ezilgan chesnok solamiz. Ustiga qizigan yog'ni quyamiz. Salat tayyor. Hammamiz uchun shifoli qilsin. To'liq retseptni izohlarda yozib qoldiraman. Yoqimli ishtaha. Qarsillama lavlagili marinovka. Eng foydali salatlardan biri. Organizmni shlaklardan tozalash hisobiga terini tiniqlashtiradi, ishtahani ochadi va qon bosimini tushirishga yordam beradi. Bor-yo'g'i 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Pishirish shart emas, lavlagini yupqa parak qilib kesib chiqamiz. Tuz, shakar va uzum sirkasi bilan aralashtirib yumshatib olamiz. Maza berish uchun ko'katlar va ezilgan chesnok solamiz. Ustiga qizigan yog'ni quyamiz. Salat tayyor. Hammamiz uchun shifoli qilsin. To'liq retseptni izohlarda yozib qoldiraman. Yoqimli ishtaha.